Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, meni qadrli va bebaho obunachilarim. Tungi bozor kuni, yakshanba kuni erkak ingichkadan birda olib keldim. Bilsangizlar, ishkaningda ot kelamiz navbat bo'ldi. 4-5 kunliklari. Shunga mana ikkap ko'shdan bir o'zi qisliq bo'ladi, u opasini. Xafa olmasin deb ikkap ko'shdim endi bilma. Ina 3,5 kilo da bor o'xshaydi narsa. Живой весini. Mah. Hey. Mah. Çıkay. Çık. Ha yaşanım kağızlar. Çık. Ne? Lekin og'riqali o'ngdiyni emas. Gövdasi yaxshi. Uzunasi, xudo xolasa bir juda osib chiqsalar, normalniy juda chiqadi xudo xolasa. Iri nasib etsa inshaalloh. Yine belgilar yurishlari hammasi oyoq urib o'tdi bularni. Hozir ovqatlantirdik, obedga ovqatini berib yotdilar. Hammasi payan diye yetdi bularni. Yine yotdilar hammasi. Erkekmiş yoğu to'ra qochib ketdi qarab. Yaqindan olib ko'rsataman. Ishqilib şimdi gaplar. Yine yurishlari hammasi oyoqqa keldi bularni. Qarın to'ygandan keyin yotishlari. Hayt. Ter qochadi qarablar. Yaman emas ulaşlar, Xudoga shukr. Shara tura. Yani nabut polturalarını aytmaganda hammasi normalniy. Xudo xolasa hozircha so'ngini bergay. Yurtdilar hammasi. Shu yotganini qarab, o'rdak yetib chatishganmi ekan deyman. Ingichka o'xshatibman da men buni chisti. Mah. Dur. Sizlar ne deysizlar? Men chisti emas deyman-da shuni. Shu gibrid megan nima shu? O'rdak bilan ya otasi o'rdak, ya anasi o'rdak, ikisidan birisi megan deyman. Chisti emas da menimcha. Hozircha shunday gaplar. Xudo xolasa erkak mushasi bosib boshlasa nasib etsa qishda bir tavakkalni bir jo'joq ko'ramiz nasib etsa. Hay qarab. Kichkina o'shib tursan qaranglar. Yopishib hay. Yine. Qo'yay. Gövdang kursin seni. Mana to'rgamanni qaranglar. Kichkina verjan qochib bitdi xarab bo'ldi. Bularga gelip net tuttu endi bu. Napadini etib. Qochib verdi oshinga shu o'rtadagi. Hey, o'rdoshmanglar. Shunday yangiliklar. Hop. Ara-tura bir shamollash asoratlari bor o'xshaydi. Qoladi ekan bari ozg'an bo'lsam. Esa shunday hozircha shunday yangiliklar. Like qizg'anmay, podpisatsiyani qizg'anmay bosib qo'yinglar qo'ldan kelgancha. Kanalni rivojlanishini o'zlaringiz qo'shinglar. Esa hammaga sog'lik salomatlik, hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Qo'llarınız dert görmesin. Like baskan, podpisatsiya bo'lganlarda
Hammamiz ishlarimiz rivoj, sog'lik, salomatlik.